Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Instagramga obunachi post prosmotr ko'paytirishni o'rgatamiz. Videoni boshlashdan oldin videoga like tugmachasini bosib, menga obuna bo'lishni unutmang. Demak, birinchi bo'lib Instagramdagi videoni kopiyalab qolamiz. Ya'ni mana shu videoni Instagramdan chiqamiz. Google'ga kirib qidiruvdan Vernurofol qidiramiz va qidirganimizdan so'ng mana shu narsa chiqamiz. Mana shunga kirib 100 like va 1000 prosmotr degan joy chiqadi. Xohlasangiz 1000 ta prosmotr urib olsangiz bo'ladi va bu tekin. Men 1000 prosmotrni tanlayman va videoning silkasi va men mana bu yerga shunday kiritib zapustitni bosaman. Va menga ancha vaqt talab qiladi bu ish. Va mana boshlandi. Biroz kutib turamiz. Bu bizga hozir videomizga prosmotr beradi. Boya ko'rganingizdek 4460 deydi va hozir bu 5000 tadan oshadi. Men mana shu joyni bosaman. Bossangiz bo'ladi va kutib turish kerak. Mana ishlab boshladi va mana limit pulga исчезли приоритеты завтра deyapti. Bo'ldi. Endi biz bu saytdan chiqib Instagramga qaytadan kiramiz. Prosmotr mana do'stlar, prosmotr boshladi. 4719 ta bo'ldi va bu sizlarga ham o'xshashi mumkin. 4797. Bu kanal juda ham ishonchli, hammaga tavsiya qilib qolaman. Aytgancha bu videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kanalim yangi va shuning uchun Instagramga like, obunachi va prosmotr, komment hammasini o'rgataman bitta. Mana 5074 ta bo'ldi prosmotrimiz. Va do'stlar, keyingi videomda men qanday qilib like urishni ko'rsatib o'taman. Ya'ni buni xohlasangiz 100 ta, xohlasangiz 1000 tagacha o'zingiz qilishingiz mumkin. Men buni keyingi videomda ko'rsataman va mana bu yerdagi rezultat 5115 ta. Va bu 10 minutda keladi va
Bugungi videomiz mana shu joyda yakunlanyapti va sizlar bilan xayrlashib qolaman. Sizlar bilan Instagram nakrutka kanali bo'ldi. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.